sharmanda 2 oydan keyin 4 yoshga to'ladigan bolam hali ham pampers taqadi. Ha, to'g'ri eshitdinglar, faqat xulosa qilishga shoshilmanglar. Sizlarni bolanglar necha yoshda pampersdan chiqqan va qanaqa qilib chiqargansizlar? Yaxshi usullari bilan bo'lishinglar. Biz ungacha kechki ovqatlarimizni boshladik. Birinchi bo'lib bolalarni mazza qilib ko'pikli suvda cho'miltirib, boshlarini yuvib, yuzlarini yuvib, tishlarini yuvib, olib chiqib, artintirib, qurintirib, pamperslarini kiydirib, pijamalarini kiydirib oldim. O'zi anig'ini aytadigan bo'lsam, o'g'lim 2 yoshda pampersdan chiqqan, faqat kunduzlari polni gashokka, hozir уже 4 yosh bo'layotganiga tualetga boradi, lekin kechasidan chiqa olmaymiz-da. Kechasi hali ham pampers taqamiz. Bilmayman nimagadir pampers kechasiga yechib qo'ya olmayman. Balkim siyib qo'yib hamma joyi ho'l qiladi deb qo'rqarman yoki o'zimni motivatsiyam yetishmas yoki hali bola tayyor emas deb o'ylarman. Chiqarish oson usullarni o'rgatinglar, kechasiga qanaqa qilib chiqargansizlar. Bunaqa issiq havolarda qanaqa pampers tushishini ham bilmaysan, allergiya berib yuboradi yoki toshirib yuboradi deb o'ylaysizlar-da. Lekin bizda baby stil pamperslari bor. Bu pamperslar gipoallergenni, havo o'tkazadi, namligi o'zida saqlab qoladi, toshirib yubormaydi va bolaga har xil toshmalar toshirib yubormaydi. Hozirgi issiq havolarga yengil, yumshoq, terlatmaydigan ideal pamperslarda. Shuning uchun ham balkim ko'nglim xotirjam pampersdan chiqarishga shoshilmasam kerak-da. Baby stil firmasining o'zini vlajniylari ham bor, u yuborka qilgani vlajniy salfetkalari ham bor.